Ko'plab bemorlar operatsiya oldidan katta qo'rquv bilan murojaat qilishadi. Ammo ularning hikoyalari shuni ko'rsatadiki, qo'rquv bu vaqtincha holat. Men tez-tez shunday deyishlarini eshitaman. Men qo'rqardim, lekin operatsiya mening hayotimni o'zgartirdi. Bemorlarning haqiqiy hikoyalari shuni tasdiqlaydi. Mini-invaziv operatsiyadan keyin hayot sifati sezilarli darajada yaxshilanadi va tiklanish davri minimal darajaga tushadi. Bu fikrlar shuni ko'rsatadiki, qo'rquvga o'tirish uchun hech narsa yo'q. Haqiqiy, samarali davolanish tajribasi bilan qo'rquv o'zini yo'qotadi va mini-invaziv operatsiyalar hamma uchun, hatto an'anaviy usullarga nisbatan ancha xavfsizroq amalga oshiriladi. Agar hali ham shubhalaringiz bo'lsa, maslahat olish uchun yoziling. Men operatsiya jarayonini tushuntiraman va yana ko'proq haqiqiy hikoyalarni taqdim etaman. Ular davolanish samaradorligini tasdiqlaydi.